Assalomu alaykum. Anglayotganinglar tarixiy roman G'ani Batur. Avtori Ziya Samadi. 4-chi bob. Oq o'stan Qosh daryosidan boshlanadi. İchiq beshini bo'ylab qator tikilgan oq chidirlar, kigiz uylar, mum yog'ochlarga bog'langan otlar, turmal bog'lash uchun keraklik shox cho'ganlar, badra xarlar yuklangan ergilu harbilar kayni-kayndan kelib ketib turibdi. Bir chetda yo'g'on dash qozonlarda choylar qaynab, go'shtlar pishmoqda. O'stan chipig'iga atrofdagi yezilardan hasharga kelgan dehqonlar xuddi uvusi buzilgan cho'mililardek qimirlashmoqda, baslashib ishlashmoqda. Har bir yezining hasharlariga chamlar bo'lib berilgan. Har qaysi baldur puturib birinchilikni elib, maqtashqa sazovar bo'lishga tirishidi. Har qitimdagidek bugunmu yoshlarning bo'z yigitlarning kuch sinishib, atoq oladigan, oqsoqollar tarafidan taqdirlanadigan kuni. Yoshlar ko'ngillik. Ular naqshini do'ng etib ishlamoqda. Katmanlari, jo'tu jumbillarini egiz ko'tarib, to'pa aralash shig'il toshni egiz qirg'oqqa atmoqda. Kuch g'ayratini ko'rsatmoqda. Ularga haydakchilikning lozimi yo'q. O'stangning tigi qattiq, chopsam ketman o'tmaydi. Zolimlarning qamchisi beshimizdan ketmaydi. Ko'kbeshi miroblar, osiga tayangan tajribalik dehqonlar, dam chepiqchilarga, dam turmal bog'langan va ichiq beshigan narsalarni to'shiyotganlarga ko'rsatma berishib, ba'zilarini maqtab, ba'zilariga tanbih bermoqda. Sho'x oqadigan Qosh daryosining yil aralab degidek toma beshini, turmal buqsini ilib ketadigan va odam bo'yi yor paydo qilib, ish tepib beradigan odati bor. Shunga har qitimda suvning, turmalning, to'siqning ipi jipini biladigan oqsoqollar oq o'stan suyini ichadigan yezilardan yer ko'lamiga qarab hasharlar kelib, cho'ng echiqni qayta yasab, latqa bosgan o'stanni tozalab, ayniga keltirdi. Oq o'stan ili vodisidagi dehqonchilik maydonlarini suv bilan ta'minlaydigan eng zo'r va atoqli suv inshooti hisoblanib, u ili taronchilarining, ya'ni Uyg'urlarning tarixi bilan munosabatlik. Oq o'stan qurilishiga qo'li tegmagan birmu ili dehini bo'lmasa kerak. Shu sababdanmi o'stan naqshisi nomini olgan naqshlar mushu g'o'l o'stan chipig'ida xalq tarafidan ijod qilinib, uning suyi bilan xalq qalbiga singib ketishi bejaz emasda. Beshida qasqini kang, kuchar ko'plik to'pa, uchisida beg'irang chibarqut pashmat, belida qora lastik pota bog'lagan tamballik odam o'stan chipiyotganlarning qishida to'xtadi. Ishqa baraka yurtdoshlar, dedi u ovozini ko'tarib. Ilohim barakasi bo'lg'ay, deyishdi ish beshida turgan oqsoqollar va ko'k beshilar. Turmanlar tayyor bo'pti. İchiq to'misini bugun bektarmiz? So'radi tamballik odam. Asharlarning g'ayrati biladi-da, Mirobbigim, dedi ko'k beshilarning biri. Bu yo'g'on toshni ko'tarib to'siqqa tashlayotgan yigit kim u? So'radi Mirob. Umu? G'ini, necha odamning kuchi bor-da u yigitda? Bilaman. Kimning o'rniga keldikina? U yigit oq o'stan chipig'idan qolmaydi. Anglislar yetib keladi. Yaxshi odati bor ekan, dedi-da, ko'k beshining bir narsa demoqchi bo'lganiga qaramayla, g'ini ishlayotgan tarafga qarab mangdi bosh Mirobbek. Qosim Mirob deb nom olgan bu odamning xalq ichida xili inovati bor. Hamma yezilarning ko'k beshi Miroblarining ustida suv ishlarini, taqsimot majrolarini boshqurdi. O'zi Ara O'stan yezisidan, Alaxon sultondan tartib Ara O'stanliklar bosh mirob bo'lib kelgan an bor. Mundaq bo'lishdagi sabab 36 kun sultonlik taxtida o'ltirgan qora niyat Mahmud O'chini o'rnidan ilib tashlashda va Ala palvonni amirlikka ko'tarishda kuch chiqarib, tug' ko'targanlar asosan Ara O'stanliklar bo'lganlikdan ili olamni ko'kartib turgan suv manbalarini boshqurish ishlari
ara o'stanliklarga baxshanda qilib berilgan ekan. Shundan buyon bu ish an bo'lib kelgan. Qosim Mirab shu dasturga binoan Yekimbek Xo'janing roziligidan o'tgan varislardan bo'lib, bu odam xolis va kamtarligi bilan xalqqa yaqin turadi. "Ha, yigit, to'la ig'irni ko'tariverma, beling chin bo'lib qolmasin, avayla!" deb varqirdi xila nerdilla Qosim Mirab. "Aram kuchlining nimasini ayay?" dedi G'ini peshonasidagi tar munchoqlarini serivetib va Mirabga salom berdi. "Anglasam, har doim o'z ixtiyoring bilan o'stan chepig'iga keladikansan, inim. Bu ajoyib yaxshi xislat. Oq o'stanning suyini ili olamning hammasi ichidu. Xalqqa boshqa yaxshilik qilish qo'limdan kelmasimi, o'stingni chippiray deymina Mirabka." "Barakalloh, inim, himmatingga rahmat. Sendek bolalarimiz bo'lsa, hech qachon suvsiz qolmaymiz", dedi G'iniga texmu zo'qmanlik bilan qaragan Qosim Mirab. "Oq o'stang", dedi oqsoqollar qatorida turgan Nusrat Xalpat. Umu oq o'stang chipig'idan qolmaydigan. "Oq o'stang bizning qon tomirimiz. Avral tig'ining g'arbiy etigidan tortib to Olmultiyor Kuragicha 2 kunlik musofa uzunliqdagi bu g'ul o'stangni qizib bitargicha ajdodlarimizning beshdan na qismatlar kechmidi." Nusrat gepining qanchalik ta'siri bo'ladikin degandek atrofga nazar tashlavidi. Hammaylan katman, gujak, lom jotolarning soplariga tayangan holda tingshab turishgan ekan. U davom qildi: "Oq o'stang mushu gung davridan boshlanib, ondin Uranzeb, Malikzod va ulardan keyin Churuq Yekim zamonasida chepilib bitgan. Minglagan, 10 minglagan ota bobolarning jafoliq ajridan, to'kilgan qon tarlaridan bino bo'lgan bu qadim qadinas o'stangning suyida ko'kargan ziroatlarda o'zimizdan ko'ra chetdan kelib yelkimizga minib olgan zo'ravon kelgandilarni beqib bo'dab keldik." Meshaga kelganda hasharlar g'ul-g'ula qilishib tavirinib ketdi-da, Nusrat Xalpat to'xtab qoldi. Qosim Mirab bo'lsa so'zini cheklamadi. "Oq o'stan to'g'riliq qo'shoqlar bekorga to'qilgani yo'q", so'zini ulashtirdi Nusrat Xalpat. "Bu qo'shoq naqshilar ajdodlarimizning ahzori, alam hasrati va orzu armonlaridan iborat." U sal tiniq oldida shor qichargandek baland ovozda: "Oq o'stang ili dehqonlarga kuch-quvvat, hayot bergan ona o'stang. Oq o'stang bizning o'stang", vaqirdi G'ini. Uningga hasharlar qo'shildi. Kuchlik sado yangrab ketdi va bu sadoga jo'r bo'lgandek o'stang naqshisi aytildi-da, hasharlar hayajon ichra ishqa tushdi. "O'stangning tigi laydur, dastsam lig'irlaydu. Zolim to'ngchisi kelsa, yuraklar jig'ildaydu." Kechga yaqin havo buzilib, tog' tarafdan kech kuzning sovuq shamli urishqa boshladi. Atigandan buyon ochiq osmon gumbazini qalin bulut pardasi besvoldi. Turmanlashgan bulut qatlamlari bargancha yer betiga yaqinlashib, paxta turtaklaridek uzilib tushadigandekla ko'rinadi. Oxirgi uvoq, lekin muz qumsuq yomg'ir tomchilashqa boshladi. "Oq yig'inga aylanib ketmagidi. Havoning uzoyi yomonroq", dedi ko'k beshilarning biri. "Yoqay", dedi kun petishga qarab tajribalik oqsoqol. "Kun petishdan shamol qo'zg'aldi. Atigangacha bulut deganingdan bir parchum qo'ymay haydab ketadi." Sovuq kuchaydi. Yalang kiyimlik hasharlar sovuq shamoldan daldalanib, o'stan ichiga tushivlishdi. "Senlarning suvsiz qolg'idek yering, na beg'ing bo'lmasa, bu so'g'da shumsharishib turishqinini qara", dedi qo'ylarga o'xshash hujmaklashib olgan hasharlarning yiniga kelgan G'ini. "Ko'pchilikka teng kelgan hashar-da", deb so'zga aralashdi ko'kbeshi. "O'zangchu, o'zang bu yerda nima qilib yurasan?" G'iniga qarab tiklandi. 10 yor yuzilik hasharlarga bosh bo'lib kelgan zimindorning o'g'li. G'ini darhol javob qaytarolmadi. Rost, uni hech kim chaqirgani yo'q, majburlig'ini yo'q. O'z oyog'idan kelgan. Qosh daryosining sharqiy qanotidagi Qorabog' yezilari oq o'stangdan suv ichmaydi.
bu tavaga suv masalasida munosabatsiz. Shundoq ekan, nim sababdan doim bu yerga kelib, yerni qizib, ig'ir toshlarni ko'taradi, biror manfaat ko'zlamdi yoki kuchlikligini ko'rsatmoqchi bo'lamdi? Yo'q. U bu tariqa shaxsiy g'arazdan tamoman xoli. Balki u biror do'stini yoki mushu dehqonlarni, hasharlarni o'qqa tortib kelgandu. Balkim ba o'stan chipig'i tugab, har qatimdagidek bo'ladigan chilish, kuch sinash o'yinlarini havas qilib kelgandir. Buning nima yomonligi yoki ortiqligi bor? U ko'pchilik bor yerga talpinadi. Biror yordam qilishga intiladi. Yuqorida Qosim Mirabqa degini haq gapi. Xalqqa boshqa yaxshilik qilish qo'limdan kelmasimi, o'stingni chepib beray deymina? Ha, muhtojga yordam qilsa, beshiga kulpat tushganlarni falokatdan qutuldirsa, uning ko'ngli suv ichidi-ku. Manmu? Savol o'rniga savol berdi G'ini va keskin dedi. Man soğda dügdərəşkən, muşu kambag'al dehqonlarni oldiga silib ishlatgini akelgan sanga o'xshash yer egisi boy xo'jamning xo'jayinligini ko'ray deb keldim. Bundaq tafriqa chiqadigan gaplar bo'ldi. Ko'k beshini keskin to'xtatdi Qosim Mirab. G'inining boshqa yomon g'arazi yo'q bo'lsa kerak. So'z uqtisiga kelib shundoq deb qo'ydi. Uni yo'g'ini tushnan nima hojati? Tecrübelik Qosim Mirab aralashmaganda hasharlar g'ul-g'ulisi kuchayishi mumkin edi. Bir qitim shundoq bo'lib jidalmi chiqqan. G'inining hech kimdan aymanmay, to'g'ri kelganda haq so'zni so'zlaydiganligini bilatdi u. Shunga majraning oldini oldi. Ko'pchilik oldida ko'k beshini ayblab, G'iniga yon bosgan bo'ldi. Yomg'ir kuchayib qoldi, Mirab begim, deb atay ogohlantirdi Qosim Mirabning maqsadini tushungan lo'li ko'k beshi. Ishni yig'ishtiringlar, buyruq qildi Qosim Mirab. U oq chidirning oldida to'xtab, hammaga anglatib, yana ikkini so'yinglar, ko'k beshi, deb ogohlantirdi. Tosh qozonlarda qaynagan go'shtning purig'i och qo'saq hasharlarning nafsini g'idiqlab, og'izdan seriq suv keltirib, taqazzosini texmu oshiratdi. U yer bu yerda yiqilgan o'tqa qoqlanib, gulxandan tap elib o'ltirishgan hasharlar Beg'inining mardoniligini, qayerda bo'lsa cho'nglardan aymanmay, haqqa yon besib, bo'zakni qo'llaydiganligini maqtishib paranglashqini bo'lmasa, bargancha kuchaygan so'q shamol jon jinidan o'tib, o'z halakchiligi bilan bo'lib qilishdi. Oxiri javur tanalarda puqrab ho'r chiqib turgan mezilik go'sht, chilaklarda bo'lsa sho'rpalar keltirildi-da, birdan xushalliq kayfiyat ro'y berdi. Kambag'alning bir to'yg'ini yerim boy bo'lg'ini debdikan. Qani, ilinglar yigitlar, atiga Alloh egam, dedi hasharlarga go'sht bo'lib berayotgan top boshlig'i. To'ymasa qandoq qilsan, tag'a? Yoki avu qozon beshda qumaydek qadilib turgan ko'k beshni so'yib beramsizlar? Hammaning og'zida liq go'sht bo'lsa-mu, paraqlab kulishdi. Hasharlar G'inining ochiq ta'nisini quvvatlashgandek. Sening basting zo'r. Ondan sen mehmon hisobida bo'lg'achqa, sana chak yo'q. Yever ukam G'ini. Meningdan qayg'u qilma tag'a. Munu oylig'i 30 kun, yeydig'ini o'zidin. Shamolga ishlaydigan hasharlarni obdanroq to'yg'az. Bo'lmasa, so'lxa yangni chiqirmanjumu. Top beshi G'inining bu so'zlarini kulki bilan quloq tuvidan o'tkazib u G'iniga raddiya berishdan qo'rqib, non akilishni bahona qilib qozon beshi tarafga ketdi. Man bir narsaga hayronman-da, dedi G'ini. Hasharlar tegishlik go'shtni yeb, issiq sho'rpa ichishib, nafsi qurutini bosgandan keyin ishlatib bir qatim obdanroq to'yg'izib qo'ysa, shuningga qanoat qilib yotadigan zamonmi bu? Bayroqda ichiq beshida qilgan so'zing bilan mushu deganlaringning jini borligini bilamiz, uka, deb xitob qildi qadoq qo'llari bilan cho'g'ni oldiga tortgan dehqon. Biz shu mehnatga tug'ilgan ekanmiz. Shu mehnatingni, dehqonning so'zini bo'ldi G'ini.
Alavetini özəng, bala çaqqan körsə məylidiğu. Başqalar körübatsa, qandaq çidap turğulu boludu deymina? Təqdir ilahi şundaqkən, birisi bay, birisi gaday, biri əməldar, biri puxra. Əl-misaqdın tartib, muşundaq turəlgən desəngçu, dep qadaq qolğa yandaşdı yana bir dehqan. Əl-misaqdın təkrarladı xiyalchan qiyafətdə G'ini. U bir ibarının ma'nosini qo'g'lashgandek birdam o'ylanib qoldi-da, ondin dedi: Biz bo'ynimizga bo'yinturuq silingan o'ko'z, qayoqqa haydasa shu yoqqa mangmiz demoqchisan-ku, ha? Baylarning gapini yersang, yerini o'taqqa bermasa, hukumatning olvon selig'ini to'lalmasang, ursa, so'qsa, norozilik qilsang, ya'mul zindonga solab, otsa, chopsa, taqdiringga tan bermay nima chora? Qadaqqul dehqon o'zininkini to'g'ri qilmoqchidek G'ini tarafga siljidi. Zo'rliqqa chidamagan qumulliqlar qo'zg'alib chiqibdi. Ularmi bizga o'xshash odamlardu? Ya, ikki beshi bormikan? G'ini aytmoqchi bo'lgan maqsadiga amdi keldi. U haqning islom ochganligini angladik. Oqibati qandoq bo'ldikin tang? dedi Qadaqqul G'iniga seliq javob berib. Uning gap so'ziga qaraganda hayot tajribasi bordek ko'rinadi. Oqibati qandoq bo'ladi? Islom ochadi-da, dedi kimdir biri. Islomni qiyo ichib qo'yib, keyin dardini bizdeklar tortmasa, yana o'z fikrini quvvatlamoqchi bo'ldi Qadaqqul. Nima deysankin tang, Nuraxun tag'a, dedi Qadaqqul dehqonga tikilib. Islomni qiyo ochadigan ishmidi? G'inining bu gapiga o'gidek, chala o'gidek hasharlar kulib etishdi. Garchi so'z o'yini bo'lsa-mu, maqsadlik deyilgan bu so'zlarning tigi taktiga barchalan yetolmasa-mu, ba'zi ma'shiy tajribaga ega ba'zilar tushunadi. Xudo bir, payg'ambar bir, haq deb qattiq ishindigan G'ini islom ichish degan qoidalik iboralarni tushunmaydi. Shu tapda qadaq qo'lliq dehqonga xafa bo'lib, uningga gumonlangandek ko'ngliga shak keldi. Xitoylarga yon bosamdu nima muni haqning rayini qaytirib deb pichirladi ichida. Lekin Nuraxun tag'ining gapiga e'tiroz bildirib, uni besib tushgidek qo'zg'alon ko'tarib, qulluq asoratidan qutulish uchun nima qilish, nimadan boshlash to'g'riliq o'z tushunchalarini aytib, boshqalarni qoyil qilish, ularni harakatga keltirish uchun texi uningda yetarlik tajribami, tushunchimi, tashkiliy qobiliyatimi yo'q edi. Nimishga qarab yotimiz, nimishga bosh ko'tarib chiqmaymiz? Mushu vijdoniy chaqiriqlar uning qalbini azoblaydi. Davomi bor.